Dunyoning moliga zarracha ishtiyoqim yo'q. Rizqimni bergan Alloh. Bandasidan so'rab yurmayman. Tarixida bunaqasi bo'lmagan. Butun dunyosida bunaqasi bo'lmagan. Boringlarga shukr, akalarim. Allohimni o'zi sizlarni yomon insonlardan, yomon nazarlardan saqlasin. Butun jamiki bizni kuzatib turgan, butun jamiki bizni qo'llab turgan xalqimiz, butun jamiki insoniyatda hamma musulmonlarimizni yomon nazardan, yomon insonlardan Xudoyimni o'zi asrasin. Kimni bir boshida bir mushkuli bo'lsa, Xudoyimni o'zi oson qilsin. Kartaga ozdan tashab turinglar, iltimos. Akalar, marraga bir qadam, do'stlar, bir qadam. Davom etamiz. Danatir akalar 2 millionga ozgina qoldi. Jon akalar 2 millionga ozgina qoldi. Xalq ham qarab turmaydi. Kartalarga tindirmasdan tashishyapti. Kartalarga tindirmasdan o'z qissasini qo'shishyapti. Iltimos, hurmatli videochilar, hurmatli TikTokda faoliyat yuritayotgan insonlar, kamayib qolmaysizlar. Ey, ehson qilib turinglar. Mana bunday kunlarda o'z qissalaringni qo'shib turinglar. Men bugun uyalib ketyapman. Shuncha erkak videochilar bo'lib turib, 4 ta yoki 5 ta qizlarimiz kelib, toplarda o'z qissasini qo'shyapti. Toplarda boricha o'zini paddeshkasini beryapti. Ey, qizlar o'zini qo'shyapti, akalar, qissasini. Qani meni maqtanayotgan TikTokda bunaqasiman, TikTokda unaqasiman. Sizlar ham bir ko'ngillaringni keng qilib, bitta she'rdan bo'lsa ham o'z qissalaringni qo'shinglar. Danatir akalarimizni qilganini qaranglar. 1 million 700 ming. 1 million 700 ming. Bu insonlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz akalar, 2 milliongacha. Davom etamiz, to'xtatmasdan. Kartalarga sovg'asi borlar podarkalarda yemaymiz. Sovg'asi borlar podarkalarda monetalarda yemaymiz. Imkoniyati yo'qlar duoda bo'lamiz. Qani ketdik. Davay! Davay! Nima bo'ldi? Sovg'a urib bo'lmay qoldi. Ye. Nimaga bunday bo'ldi bu? Cheklov. Ye. Nimaga bunday bo'ldi? Mikrofoningizni ham ochib bo'lmayaptimi? Ya ochiq. Sovg'a urishni chekladi qandaydir. Cheklov keldi TikTokka. Menga kelyapti. Sizga cheklandi menimcha. Yo'q, menga emas, menga. Assalomu alaykum hurmatli opa-singillarim, aka-ukalarim, yaxshimisizlar, tanijonlari, sog'mi, omonmi? Mana Sardor ukamizni mana qilgan ishini mana ko'rdingizlar. Har kimga emas, bir necha daqiqada 25 ming dollarni yig'ib, ehsonni yig'ib, mana shu ukamizga yig'ib berdi. Hamma ehson qilgan aka-ukalarim, opa-singillarim, hammalaringizga rahmat. Ehsonning mukofoti ehson deb aytilgan. Albatta mukofoti qaytadi. Opa-singillarim, aka-ukalarim, tanijonlari sog' bo'lsin. Mana kimdir mana Sardor ukamizni mana yomon ko'rar, kimdir yaxshi ko'rar. Mana shuncha xalqimiz mana hurmat qilayotganki, shuncha bir efir ochganiga shuncha xalq kirib 25 ming dollar ehson qilib, mana ehsonni yig'ib Sardor ukamiz mana shu insonga mana berdi. Aka-ukalarim, opa-singillarim, shu Sardor ukamizni duo qiladiganlar, ehson qilganlar omadlaringizni bersin. Kommentariyalarga fikrlaringizni yozishlaringiz mumkin. Ko'p kishi mana Sardor yomon deb aytadi-yu, mana Sardorning qilgan ishlari. Bunaqa ishlarni ko'pisini Sardor qilgan. Ko'p kuzatganman. Hammalaringizdan iltimos, mana kommentariyalarga fikrlaringizni yozishlaringizni so'rayman. Sizlardan podpiska, like, repostni bosib yoramiz. Tanijonlari sog' omon bo'lsin aka-ukalarim.